Bizning keyingi ishtirokchimiz hozir yo'lda tasodifan uchratib qoldik. Dildor. Siz bilan Aldaqani? ha, aldaqani. Alda. Bilasiz, shartlarni ham bilasiz. Hayotim davomida hech kim aldamaganman da. Siz telefon qiladigan odamingiz Nozanin yoningiz. Bitta bola so'rab turibdi. Sizni tanishingiz ekan, mendan pul so'rayapti. Taniysizmi shunaqa? Ismi G'afur. Uxlayotgan bo'lsalar. Alfo tartibida gaplashasiz. Ko'tarmay opa, turish yaxshi. Yana bir marta qilasiz. Bizada ikkinchi variant bor, B variant bor. Alo, Oyjon. Qaddasiz? Uyda nima qilyapsiz? Anaqa boshimni qizil rangga bo'yataylik, yo'yi, sochimni. Kimdansan? Turib miyangga nima urib qolyapsan? Dahshat bo'yagim kelyapti-da. Qizilga bo'yaging keladi. Oyi, men hazillashmayapman. Men ham senga hazillashmayapman. O'zi seni xohlayotgan narsalaring hech kim chegaradan chiqib ketyapti. O'zbekligingni yo'qotmasdan yur jimgina. Iltimos, ojon. Ana tegini kaskad qilib kesamiz-da, keyin men bu ora-oralarga sariq o'xshab qizil qo'ydiraylik. Yo'q, qayerdan san kallingga kelib qoldi? Yulduz opa ham chiroyli chiqadi dedi-da. Bu jimgina syomkangni qilmasam ketayman. Men bir joydaman, uydaman. Oyi, iltimos, men hech narsaga ruxsat bermaysiz. Hamma narsaga zapret qo'yaverasiz. O'zingni yo'qotmasdan yurgan oddiygina bo'lib. Yaxshi ko'rmaysiz-da, bo'pti. Yaxshi ko'rganim uchun seni bundoq yomon yo'ldan qaytarib turaman. Ayting endi. Yo'q. Agar takan sog'irganda so'kardilar. Rahmat. Sog' bo'linglar.